Assalomu alaykum, Kaskali bola kanalimizda obunachilari, qurilish sohasiga qiziqadigan hamyurtlar. Hozirda biz Oltiariq tumani Yog'och bozoridamiz. Ko'rib turganimizdek, bu yerda asosan Dekor Plus, ya'ni ichki patologlarimiz uchun kerakli mahsulotlarimiz, ya'ni raykalarimiz, dekorlarimiz, Dekor Pluslarimiz va plastiklarimizni imkon qadar bu yerdan topishimiz mumkin. Hozirda Oltiariq tumanimizda eng katta bazasi mana shu joy bo'lib turibdi. Narx-navolari ham yengil narxlarda imkon qadar sizlarga chiqarib berishga harakat qilamiz. Hozirda yangi fason bo'lib turgan mana shu fasonimiz mana. Yangilik bo'lib kirib keldi bu. O'sha palasalik har xil stilda, choki bilinmaydigan holatda. Hozir mana shu joyimizda egasi Islom akamiz bilan narx-navolar, raykalar, xullas barcha mayda-chuyda detalligacha sizlarga narx-navosini tushuntirib berishga harakat qilamiz. Videolar sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, like'larni bosib, Kaskali bola kanaliga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Assalomu alaykum, Islom aka. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Rahmat, o'zingiz qalaysiz? Charchamadingizmi? Rahmat. Biz qurilish sohasida Kaskali bola kanali ochdik. Ya'ni o'zimizning yo'nalishimiz agro yo'nalishida Umid.uz kanalimizda obunachilar juda ko'p bilishadi. 500 ming obunachimiz bor Umid.uzda. Endi bu yosh kanalimiz, xudo xolasa mana Oltiariq hududida qurilish sohasi bo'yicha shug'ullanadigan sizga o'xshagan tadbirkor akalarimiz ko'p. Imkon qadar mana o'sha birinchi qo'llardan bo'lib eng arzon narxlarni obunachilarimizga taqdim etishga harakat qilyapmiz. Bugungi mavzumiz mana shu dekor, ya'ni patolog sohasi bo'yicha sizdan suhbatlashsak. Narx-navolari, mana shu raykalarimiz, polliklarimiz qana bo'lyapti akalar? Dekor Plus mahsulotlarimiz hozircha 3 xil turga bo'linyapti. Tayxu bor, Diamond firmasiniki bor, o'zimizning Farg'onaniki. Tayxuning 2 xil sorti bor. Bunisi bor, hozir nima desam bo'ladi, endi ikkinchi sort degan bo'ladi. Ikkinchi sort bor, endi hozir yangi fason chiqdi, buni birinchi sort degan bo'laveradi. Shu hozirgi aytganingizdek, qo'rg'alik, choki bilinmaydigan, ha. Choki bilinmaydiganlardan, shulardan hozir bulardan olib kelganmiz. Bularni patologdan tashqari uyda devorlarga ham qilishyapti. Devorlarga qilishyapti. Devorlarga ko'proq dekor mahsulotlarini o'zidan qilishyapti. Dekor o'zidan. Bu Dekor Plus bular. Bular Dekor Plus. Endi dekorni o'zidan devorlarga qilgan ma'qul bo'lyapti. Dekorni bular o'zidan. Dekorni o'zi bular. Buni ham o'sha choki bilinmaydiganlari bormi? Aboyga o'xshab chiqadigan? Yo'q, unaqalari hali chiqqani yo'q. Yo'q, faqat bunda shu o'zimizning eski stilda qolgan. Choki bilinadi lekin. Choki bilinadi lekin o'ziga yarasha fason bo'ladi bu. Hozir plastiklarimizni narx-navolarini aytmay o'tdik-da, ko'rganlarimiz, shuncha gapirding, narxni aytmading-ku degan maqsad bo'lmasin, o'sha bir voshdan narx-navosini aytib o'tsak ekan bular. Bu Toshkent, o'sha aytganimizdek ikkinchi sort deganimiz. Avval o'zi birinchi sort bo'lgan, bu chiqqungacha. Bu chiqqungacha birinchi sort bo'lgan. Bu chiqqandan keyin bu 2 ga o'tdi. Bularimizni 33 ming so'mdan kamida beradigan joyi bor, kelishadigan joyi bo'ladi. 33 ming so'm endi kvadrat hisoblanadimi? 1 kvadrat metri, yo'q, 1 kvadrat metri. Hozir mana shu bittamizda uzunligi qancha bo'lyapti, razmeri qanaqa? Bu 3 metrligi bor, 4 metrligi bor bularda. Bu 3 metrligini ko'ryapmiz. 3 metr o'zi standart o'sha uyda razmeriga tushaveradi. Ko'proq 3 metrli ishlatiladi. Shu bittasi qancha kvadrat chiqadi? Bittasi 0.75 kvadrat chiqadi. 0.75. Demak, ikkitasi 1.5 kvadrat chiqadi. Ikkitasi 1.5 kvadrat. Endi bu hozirgi chiqqan yangi fasonlarimiz bular. Bularimizni kvadrati 36,5 ming so'm kamida beradigan joy bor. Kelishadigan joy bor. Kvadrati 36,5 ming. Juda chiroyli mana. Buni fasonlari ham har xillari bor ekan. Har xillari bor, vibrlarimiz bor. Endi o'zimizda Farg'onaniki bor, Diamond firmasiniki. Bularimizni 32 ming so'm kelishtirib beramiz buni. 32 ming so'mdan kvadrati bu yoq. Meni o'sha qo'rg'alarni ichlari, zichliklari yaxshi. Zichliklari yaxshi. Tayxular bizga yetib kelgunigacha Diamond firmasi nomer 1 bo'lib birinchi o'rinda turgan, lider bo'lib turgan. Endi Toshkentdan ham vibr ko'paytirish maqsadida Toshkentdan ham olib kelinyapti bularni. Tushunarli. Bu yerda istalgan usuldagi razmerlar, shakllar hammasi bor. Hammasidan bor. Xo'p, endi mana dekorlarimizga o'tyapmiz. Bu dekor mahsulotlarimiz uzuni 270, endi 20 ga keladi, lekin yopish 18,5 sm bekitadi. Bittasi 0.54 kvadrat chiqadi. Buni 1 kvadrat metri 53 ming so'm. 53 ming so'm. Bu ham o'sha ikkitasi pasti 1 kvadratdan o'tib qoladi. 1 kvadratdan o'tadi ikkitasi. Buni ham har xil turlari bor. Har xil turlari bor, birlari. Bularda mana endi Dekor Plus'yu bilamiz, suvga chidamli. Ko'proq dushlarning ichiga ham shunga qilinyapti. Endi bu uyning ichilariga. Buni namlikka chidamliligi qanaqa bo'lyapti? Buni qarasa namlikka misol 100% garantiya bermaymiz, lekin bu ma'lum bir miqdorda misol oshxonalarga qilsangiz bo'ladi. Oshxonada ham misol namlik bo'ladi, boshqa bo'ladi-yu.
Lekin tashqari tomonga tavsiya qilmaymiz, lekin uyni ichiga, Uyni ichiga bo'laveradi. uyda devorlariga, patolog qismlariga bo'laveradi. Demak, namlik bo'ladigan joyga o'sha dekor plaslarimiz ma'qul. Sababi men o'zim ham dushni ichini obshipka qilganman, ana shu dekor plasdan. Holati zo'r, hozirgacha yaxshi turadi. Hech qanday bir haligi tepasidagi nakleykasi tashlab yuborish, ajratib chiqish degan narsa yo'q. Endi aka, bularga mana ketadigan raykalarimiz, ya'ni bel rayka deydi. Bundan tashqari sizda polliklar ham bor ekan. Polliklar ham bor. Bularning narxini aytib o'tamiz. 2 ga 5 lira ekamiz. Bunimizni narxi 4600 so'm kamitib beramiz. Metriga endi 1 metr. 1 metr, ha. Bu 3 metrligi. Endi mana bu yerda 4 metrliklari bor. 2 ga 308 lik. 3800 so'mdan tushib beramiz buni. 2 ga 4,5 ligi bor. Bunimizni narxi 4500 so'm. Buni ham kamitib beramiz. Endi mana hozir siz shu sohani vakilisiz. Bitta uyga misol uchun o'rtacha hisoblaganda o'sha 7 metrga 3,5 metrli uy. Qancha raykamiz ketadi misol uchun, qancha dekorlarimiz ketadi? Chamalash maqsadida. 7 ga 3,5. 100 metr diametrda rayka ketadi. 7 ga 3,5 uy bo'lsa, patologiyaga. Patologiyaga 100 metrga yaqin rayka ketadi. Necha kvadrat chiqyapti shunda hozir? 24,5 24,5 kvadratdan dekorlarimiz yoki dekor plaslarimizni qoplashimiz mumkin. Sizda plastiklar ham bormi? Yo'q, oddiy plastik yo'q. Hozir plastik o'zi urfdan chiqishni boshladi. Urfdan chiqishni boshladi. Sababiki u nima deydi, sifat jihatdan dekor plas ortiq bo'lgani uchun dekor plasga hamma o'tib ketdi. Plastikka ko'p joylarda guvohi bo'ldik, sal turtirib ketsangiz ham teshilib qolyapti, urinib qo'yapti. O'shani hisobiga nima bo'ldi? Tushunarli. Telefon nomeringizni aytib o'taylik. 90 lik 161 0026. Mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Oltiariq hududi bo'yicha dastavkalarimiz mavjud, faqat dastavka xizmati alohida. Mana shu yog'och bozorimizda transportlarimiz juda ko'p. Aytib o'tganimizdek, xohlang mototsikl, xohlang labo, xohlang o'sha gazelga o'xshagan katta mashinalarimiz bor. Istalgan hududga yetkazib beradi. U alohida. Lekin Kaskali bola kanalidan chiqqanlarga chegirma qilib beradi. Chegirma qilib beramiz. Salomat bo'ling. Islom aka, ishlaringiz rivojini bersin. Salomat bo'linglar. Aziz obunachilar, layklar esdan chiqmasin, sog' bo'linglar.